Ayni kunlarda Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida Maktabgacha maktab ta'lim vazirining 23-sonli buyrug'iga asosan yakuniy attestatsiya imtihonlari qizg'in tarzda davom etmoqda. Imtihonlar ilk bor to'liq elektron baholash tizimi orqali amalga oshirilmoqda. Bu adolat, shaffoflik, samaradorlik garovidir. Ortiqcha qog'ozbozlik yo'q, har bir daqiqadan unumli foydalanish imkonini yaratmoqda. Natijalar aniq, xolis va tez. Elektron baholash orqali himoya jarayonining shaffofligi va nazorat darajasi maksimal darajada ta'minlanmoqda. Biz raqamli ta'lim sari dadil odimlamoqdamiz.